Bugun Sharm-el-Shayxdagi McDonald'sga keldik. Otelimizga yaqin joyga. Ikkita kombo zakaz qildik. Big Tasty bilan Big Mac zakaz qildik. Общий hammasi bo'lib 826 Misr funtiga aylandi. Bu dollarda $18 bo'ldi. O'zi 19 ekan. Mana bizga 18 ga berishdi. To'g'risi oxirgi marta Abu Dabida yegandim McDonald's. Lekin farq qilar ekan, chunki frisi juda ham katta va ichimligi ham 1 litr keladi. Menimcha, adashmasam bu 1 litr. 1 litrlik bu. Juda ham katta ekan. Xo'p, Big Tasty standart o'sha kotleti juda ham ko'p karom qo'yib yuborgan. McDonald's обычно shunaqa qiladi va Big Mac oldik.